Bugun biz sizlar bilan olovli o'yinlarga boy bo'lgan bu haftani tahlil qilamiz. Kanada Janubiy Afrika ustidan 1-0 hisobda g'alaba qozondi. O'yin davomida Kanada ko'proq hujum qildi va bir nechta qulay imkoniyatlarni yaratdi. Biroq Janubiy Afrika darvozaboni va himoyasi uzoq vaqt to'pni saqlab turdi. Ikkinchi bo'limda zaxiradan maydonga tushgan Alfonso Davis hujumni ancha jonlantirdi. Barchasi durang tomon ketayotgandek tuyulgan pallada 90+2 daqiqada STQ uzoq kutilgan golni urib Kanadaga g'alaba olib keldi. Bu g'alaba Kanada uchun alohida tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Jamoa jahon chempionatida play-off bosqichidagi ilk g'alabasini qo'lga kiritib, 1/8 final yo'llanmasini oldi. Bu muvaffaqiyatdan so'ng Kanada 1/8 finalda Marokashga qarshi maydonga tushadi. Braziliya 1/32 finalda Yaponiyaga qarshi juda og'ir o'yinda g'alaba qozondi. Birinchi golga 29-daqiqada Yaponiya futbolchisi Kaishu Sano mualliflik qildi. Yaponiya 1-0. 56-daqiqada Kazimiro Braziliya hisobni 1-1 ga olib keldi va 90+6 daqiqada Gabriel Martinelli Braziliyaning ikkinchi goliga mualliflik qildi. Yaponiya birinchi bo'limda jasoratli o'yin namoyish etib, Kaishu Sanoning uzoq masofadan bergan aniq zarbasi bilan hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limda esa Braziliya bosimni kuchaytirdi. Kazimiro burchak to'pi ortida boshi bilan gol urib muvozanatni tikladi. O'yin qo'shimcha bo'limlarga o'tayotgandek ko'ringan paytda 90+6 daqiqada Bruno Gumarezning uzatmasidan so'ng Gabriel Martinelli darvozani ishg'ol qilib, Braziliyaga dramatik g'alaba keltirdi. Shu tariqa Braziliya nimchorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi va endi Norvegiyaga qarshi maydonga tushadi. 30-iyun kuni Paragvay Germaniyani musobaqadan chiqardi. Nemislar jahon chempionati bilan xayrlashdi. Mana bu mundialning eng katta sensatsiyasi bo'ldi. Paragvayliklar asosiy vaqt va qo'shimcha daqiqalarda matonat bilan himoyalandi. So'ngra hammasi penaltilar seriyasida hal bo'ldi. Natijada Paragvay tarixiy g'alabani qo'lga kiritib, Germaniyani musobaqadan chiqarib yubordi. Marokash va Niderlandiya o'rtasidagi 1/32 final bahsi turnirning eng dramatik o'yinlaridan biri bo'ldi. Asosiy bo'limda durang bilan kechgan va penaltilar seriyasida 3-2 hisobda tugagan o'yin davomida Niderlandiya uzoq vaqt hisobda oldinda bordi va chorak finalga yaqin turgandek edi. Ammo Marokash so'nggi daqiqalarda taslim bo'lmadi. 90+1 daqiqada Issa Diopning boshi bilan urgan gol uchrashuvni qo'shimcha bo'limlarga olib chiqdi. Qo'shimcha 30 daqiqa ham g'olib aniqlanmadi. Penaltilar seriyasida esa Marokash futbolchilari sovuqqonlik namoyish etdi va Ismail Saibari hal qiluvchi zarbani aniq amalga oshirib, jamoasini 1/8 finalga olib chiqdi. Shu tariqa Marokash Yevropaning yana bir grand jamoasi Niderlandiyani musobaqadan chiqarib yubordi. Fransiya jahon chempionati 1/32 finalida Shvetsiyani ishonchli tarzda mag'lub etdi. Shvetsiya uchrashuvni tartibli boshlagan bo'lsa-da, Fransiyaning hujum chizig'i tobora kuchaydi. Birinchi bo'lim oxirida Mbappe o'ziga xos individual mahorati bilan hisobni ochdi. Ikkinchi bo'lim boshida esa Michael Olesining ajoyib uzatmasidan so'ng Barkala farqni 2 ga oshirdi. 74-daqiqada Mbappe yana bir bor darvozani ishg'ol qilib, o'yinga yakuniy nuqtani qo'ydi. Ikkita gol urgan fransuz yulduzi turnirdagi gollari sonini 6 ga yetkazdi va Fransiyaning 1/8 finalga ishonchli tarzda chiqishida hal qiluvchi rol o'ynadi. Endi Fransiya nimchorak finalda Paragvayga qarshi maydonga tushadi. 2-1 hisobda Norvegiya foydasiga tugagan Norvegiya-Côte d'Ivoire uchrashuvini tahlil qilamiz. Norvegiya birinchi bo'limda Antonio Nusaning ajoyib individual harakati evaziga hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limda Côte d'Ivoire taslim bo'lmadi va Amad Dialloning goli bilan muvozanatni tikladi. Biroq uchrashuv so'ngida Erling Haaland o'ziga xos to'prar mahoratini namoyish etib, yaqin masofadan gol urdi va Norvegiyaga 2-1 hisobdagi g'alabani taqdim etdi. Ushbu g'alabadan so'ng Norvegiya 1/8 final yo'llanmasini qo'lga kiritdi va endi Braziliyaga qarshi maydonga tushadi. Meksika Ekvador 2-0. Meksika o'z maydonidagi muxlislar qo'llab-quvvatlovi ostida juda ishonchli o'yin namoyish etdi. Birinchi bo'lim oxirida Jimenez hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limda esa Raul Jimenez gol urib g'alabaga yakuniy nuqtani qo'ydi. Shu tariqa mezbonlar 1986-yildan beri ilk bor jahon chempionatining play-off bosqichida g'alaba qozonib, 1/8 final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Angliya Kongo 2-1. Kongo mundialni tark etdi. Kongo Demokratik Respublikasi turnirning eng katta sensatsiyalaridan biriga yaqin kelgandi. Birinchi bo'lim oxirida Brian hisobni ochib Angliyani qiyin vaziyatga tushirdi, ammo ikkinchi bo'limda Sardor Harry Kane haqiqiy yetakchi ekanini ko'rsatdi. Avval bosh bilan hisobni tenglashtirdi, so'ng 86-daqiqada g'alaba golini urib, Angliyani 1/8 finalga olib chiqdi. Senegalni mag'lub qilgan Belgiya
Uchrashuvning dastlabki qismida Senegal to'liq ustunlik qildi va 2-0 hisobida oldinga chiqib oldi. Ammo Belgiya taslim bo'lmadi. Avval Romelu Lukaku hisobni qisqartirdi. 89-daqiqada Tielemans muvozanatni tikladi. Qo'shib berilgan daqiqalarda esa Tielemans hal qiluvchi golni urib, Belgiyaga turnirning eng yorqin kambeklaridan birini taqdim etdi va jamoasini 1-8 finalga olib chiqdi. AQSh Bosniya 2-0. AQSh o'yinni boshidan oxirigacha nazorat qildi. Christian Pulisic birinchi bo'limda hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limda esa Falarin qarshi hujumni gol bilan yakunlab, g'alabani mustahkamladi. Shu tariqa amerikaliklar ishonchli tarzda 1-8 finalga yo'l oldi va endi Belgiya bilan to'qnash keladi. Misr Avstraliya 1-1. Penaltilar seriyasi 4-2. Qo'shimcha bo'limlarda ham g'olib aniqlanmadi. Penaltilar seriyasida Misr futbolchilari xato qilmadi va 4-2 hisobda g'alaba qozondi. Bu Misr tarixidagi Jahon chempionati play-off bosqichidagi ilk g'alaba bo'ldi va endi Misr Messi boshchiligidagi Argentina bilan to'qnash keladi. Argentina va Cabo Verde amaldagi jahon chempionlariga 2 marta javob qaytarib, butun dunyoni hayratda qoldirdi. Ammo qo'shimcha bo'limda Argentina hal qiluvchi golni urib, 3-2 hisobda g'alaba qozondi va 1-8 finalga yo'l oldi. Debyutant terma jamoa ilk bor qatnashayotgan jahon chempionatidayoq barcha muxlislar qalbidan alohida joy oldi. Sababi ular ilk bor qatnashayotgan jahon chempionatida yomon natija qayd etilsa, to'g'ri qabul qilish kerak degan tushunchani butunlay yo'qqa chiqarishdi. Ular haqiqiy debyutant qanday bo'lishini va grantlar bilan qanday kurash olib borish kerakligini ko'rsata olishdi. Kolumbiya Gana 1-0. Kolumbiya uchrashuvni faol boshladi va Jon Ariasning erta urgan goli o'yindagi yagona gol bo'lib qoldi. Gana oxirigacha kurashgan bo'lsa-da, Kolumbiya himoyasini yorib o'ta olmadi. Shu tariqa kolumbiyaliklar minimal hisobdagi g'alaba bilan nimchorak finalga chiqdi va endi Shveysariyaga qarshi o'ynaydi. Endi bizni kutayotgan o'yinlar taqvimi bilan tanishamiz. Bugun 22:00 da Kanada Marokash, ertaga soat 2:00 da esa Paragvay Fransiya, Braziliya Norvegiya, 6-iyul kuni soat 1:00 da va bu o'yindan 4 soat o'tib Angliya Meksika, 7-iyul yarim tunda Portugaliya Ispaniya, AQSh Belgiya uchrashuvini esa 7-iyul soat 5:00 da va Messi boshchiligidagi Argentina va Salahning Misr o'rtasidagi uchrashuvni 7-iyul kuni soat 21:00 da, Shveysariya Kolumbiya uchrashuvini esa 8-iyul kuni soat 1:00 da Oynai Jahon orqali tomosha qilamiz. Jahon chempionatidan eng qiziqarli ma'lumotlar va yangiliklardan bugun futbolida boxabar bo'ling.